Assalomu alaykum aziz do'stlar, muhtaram teletomoshabinlar. E'tiboringiz markazida yana Aspect Plus ko'rsatuvi. Biz doimgidek haftaning trend mavzularini muhokama qilishda davom etamiz. Bugun ko'rsatuvimizga tashrif buyurgan ekspertimiz, siyosatshunos, xalqaro iqtisodchi Shuhrat aka Rasulovlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Shuhrat aka, xush kelibsiz. Ko'rsatuvimizda Aspectni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Bu Aspectning navbatdagi soni va mana shu sonimizda tilga olishni istagan mavzularimiz ko'p va aynan siz bilan muhokama qilish istagida bo'lgan mavzularni ham tanlab qo'yganman. To'g'risini aytganda, xalqaro mavzulardan boshlamoqchi edim, lekin birinchi darajaga, birinchi planga deylik, birinchi darajaga olib chiqishi maqsadga muvofiq deb o'ylagan bir mavzu bor. Aynan shu bilan boshlamoqchiman. O'tib borayotgan haftani eng shov-shuvli, biz uchun shov-shuvli bo'lgan bir bayonoti bo'ldi. Bu Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida o'tgan xalqaro huquqiy forumda Rossiya prezidentini yordamchisi, to'g'ri aytyapman, maslahatchisi Anton Kobyakov degan bir inson ajoyib bir bayonot berdi. Emishki, 1922-yilda qurultoyda SSR tashkil topgan va aynan mana shu qurultoyi xulosasiga, endi oddiy qilib aytaman, qurultoy xulosasiga ko'ra u tarqatib yuborilishi kerak edi. 91-yilda bu narsa bo'lmadi. Shuning uchun huquqiy jihatdan olib qaraganda hali ham SSR bor. Endi buni qarangda, haligi ildiz ostida deb o'rgatishardi algebrada. Ildiz ostida Rossiya Ukraina urushi bu ichki nizo. Sizlar aralashmanglar degandek, men o'zim shaxsan shunaqa tushundim. Buni qanaqa qabul qilsak bo'ladi? Bungacha boshqa bir siyosatchilari, deputatlari yoki bo'lmasam bir tarixchilari tomonidan mana shunaqa qabul qilib bo'lmas bayonotlar e'lon qilib yoki ovoza qilib borildi-ku. Siz qanaqa munosabat bildirasiz shunga? Rahmat savol uchun. Sayt olim, men bu yerda qarang, kontekst degan bir tushuncha bor-da. Agar biz mana shu janob Kabyakovni fikrlarini kontekstda qaraydigan bo'lsak, u aytayaptiki, rasman SSR hali yuridik bor, yuridik bor va mana shu Rossiya Ukraina urushi bu umuman olganda yuridik talqin bo'yicha bizning ichki urushimiz bo'lyapti. Shuning uchun endi bunga aralashavermanglar degan ma'noda gapirildi. Kontekstda ko'radigan bo'lsak, u o'zi appelyatsiyani mana shu aynan shunga urg'ulayapti. Ya'ni SSR bu hali yuridik tarqab ketmagan va bizning o'zaro mana shu SVO deydi-ku ular o'zlari. Biz mana shu urushimiz bu bizning ichki davlat urushimiz deb talqin qilmoqchi bo'lyapti. Endi o'ta va o'ta no'noqlik bilan, o'ta uquvsizlik bilan mana shu o'zlarining Ukrainaga boshlagan agressiyasini bir oqlash va tushuntirishga bo'lgan harakat deb baholayman. Endi bu yerda o'zi agarda asli ildizlarga qaraydigan bo'lsak, urushni o'zi qanday boshlangan edi, qanday pafoslarda boshlangan edi, shunga ham bir tomoshabinlarning diqqatini qarataylik-da. Urushdan 2 kun oldin mana shu Zaministr Rybkov, bu tashqi ishlar vaziri Lavrovning o'rinbosari, qanaqangi tezislarda shu urushni e'lon qildi. Aytdiki, Sharqiy Yevropani bizga topshiring. Demak, mana shu NATOning hamma infrastrukturasini Sharqiy Yevropadan olib chiqib keting. Ukraina bu bizniki. Mana bu Potsdam va Yalta konferensiyalari paradigmasi, boshqacha aytganda 20-asrdagi status quoga qaytishimiz kerak. Rossiya bu dunyoning bitta katta qutbi. Biz mana shu qutbdan aslo voz kechmaymiz. Mana shu 20-asrni buni endi revanshizm deymiz, revanshizm va revizionizm mantig'i bo'yicha asoslagan edi. Mana shu Potsdam konferensiyasi, Yalta konferensiya paradigmalariga qaytish bilan da'vo boshlangan urush bugungi kunda bu bizni ichki mojaro darajasiga tushdi va bu umuman olganda bir argument sifatida o'ta komik va satirik ko'rinish olyapti. O'zi umuman olganda endi bu lavozimdagi deylik, endi prezident maslahatchisi kichkina lavozim emas. Bu lavozimdagi odamni bunaqa bayonot berishi. Hozir yana bir narsa esimga tushib ketdi, mana siz hozir gapirayotganingizda. Medinskiyning yaqinda aytgan gapi. Ya'ni biz kerak bo'lsa uzoq yillar ham urushga tayyormiz deb 300 yil oldinga urushni esladi-ku. Biz Rossiya mana Shvetsiya 21 yil urushgan. Endi 300 yil oldingi vaziyat bilan bugungi kungi vaziyat, bugungi munosabatlar, umuman bozor iqtisodiyot, jahon hamjamiyati umuman boshqa-ku, lekin nimaga bunaqa endi qo'shtirnoq ichida aytadigan bo'lsak, bir hazm qilib bo'lmaydigan bayonotlarni
yuqori lavozimli vakillari berishyapti mana shunaqa bayonotlarni. Bu ularni kompetentlik darajasidan baholaymizmi, nima deymiz endi buni? Endi qarangda, buni bitta ibora bilan ruslarning o'zini bir iborasi bor, blef deydi, blef qilish bu. Albatta, hech ham ular uzoq muddatli urush olib borish loyaqati yo'q. Endi umuman albatta bu janob Medinskiy o'zi kasb bo'yicha tarixchi-ku. Tarixchi u zamon bilan bu zamonning farqi borligini juda yaxshi tushunadi. U zamon Rossiya Shvetsiya urushi zamoni bu hali xalqaro huquq shakllanmagan. Zamon zo'rniki, tomosha ko'rniki davrlari edi. Ya'ni shu Yevropadami, dunyoning qaysi burchagida qudratga erishsa, demografiyasi katta bo'lsa, iqtisodiy kuchi bo'lsa, harbiy potensiali bo'lsa, yonidagi davlatlarni bosib olib, yanchib, ularni koloniyaga aylantirish kolonializm davrlari edi. Xalqaro huquq mana shu Birinchi jahon urushi yakuni bilan, Millatlar Ligasi tashkil topishi bilan, undan keyin uning o'rniga Birlashgan Millatlar Tashkiloti 45-yilda tashkil topishi bilan va eng muhimi zamonaviy chegaralar bo'linmasligi haqidagi Helsinkida 72-yil xartiyaning qabul qilinishi bilan xalqaro huquq shakllandi va bu xalqaro huquqda chegaralar, milliy chegaralar, davlatchilik chegaralari bo'linmas. Bu Birlashgan Millatlar Tashkilotining eng asosiy postulatlaridan biri. Buni endi prezident Putinning maslahatchisi darajasida, u kishining yordamchisi darajasidagi tarixchi Medinskiyning bilmasligi bu juda ham shubhali. Lekin agar rostdan ham shunday bo'lsa, bu rus elitasi uchun fojia. Endi o'rtada 30-35 yil vaqt o'tib turib, yana birinchi mavzuga qaytmoqchiman. Endi SSR hali ham mavjudligi esiga tushib qolganini o'zi ham bir kulgili holatdek tuyuldi-da men uchun. Albatta, endi bu gapni bir marginal, qandaydir bir zet propagandist, mana shu o'rta statistik fikrlaydigan odamlar emas. Aynan Rossiya prezidenti Putinning o'ng tomoni va so'l tomonida yurayotgan odamlar gapirayotganligi juda ham hayratlanarli. Xo'p, tamom. Keyingi mavzu, asosiy mavzuga o'tamiz. Mana shu bu bo'yicha endi fikrlaringiz qizig'ida, fikrlaringiz bilan bo'lishdingiz. Asta-sekin mana shu bayonotni o'zi siz aytganingizdek kontekstiga qaraydigan bo'lsak, Ukraina Rossiya urushi aslida. Bu borada ham bir qator voqealar bo'lib o'tdi. Shubhasizki, jahon hamjamiyatini e'tibori Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Tramp hamda Rossiya prezidenti Vladimir Putin o'rtasidagi telefon suhbatiga qaratildi. Ko'pchilik umid qilganda aynan mana shu telefon suhbatidan keyin, muloqotdan keyin jiddiy o'zgarishlar bo'lishi mumkin deb. Lekin aslida unaqa bo'lib chiqmadi. Ya'ni endi har ikkala davlat rahbarlarini agar suhbat bo'yicha berilgan bayonotlarga qaraydigan bo'lsak, Putin buni juda ham ochiq va samimiy suhbat bo'lib o'tdi deb umumiy baholadi va har doimgidek so'zga e'tibor berib, so'z o'yini qilib chiqib ketdi desak ham bo'ladi konkret berilgan savollarga. Donald Tramp ham xuddi shunaqa. Lekin ba'zi bir ekspertlar, men hozir shu fikringizni bilmoqchi edim. Ba'zi bir ekspertlar bu telefon suhbatidan ko'proq Putin yutdi, Vladimir Putin yutdi deya xulosa qilishyapti. Sababi, agar yodingizda bo'lsa, Donald Trampni biroz ko'ngli qolgandek bo'lgan edi Rossiyadan. Ya'ni agar bu harakatlarda davom etadigan bo'lsa, biz moliyaviy sanksiyalarni kuchaytiramiz Rossiyaga degan bir harakati bor edi, maqsadi bor edi. Lekin telefon suhbatidan so'ng biz sanksiyalarni qo'llamay turamiz. Urushdan so'ng Rossiya bilan har tomonlama o'sha munosabatlarni juda ham katta bir savdo munosabatlarini yo'lga qo'yishimiz mumkin deb yana asliga qaytib qolgandek bo'lib qoldi va buni ko'proq Putinning g'alabasi deb baholashyapti. Sizni shaxsiy kuzatuvlaringizga ko'ra bu telefon suhbatidan nima hal bo'ldi? Hal bo'lgan eng asosiy voqelik bu urushning davom etishi. Buni mana kuni kecha prezident Donald Tramp ochiqchasiga Rossiya urushni to'xtatish tarafdori emas deb murojaat bilan chiqdi. Shu bilan birga shu murojaatda yana har doimgi o'zining gapiradigan gaplari, biz Rossiya bilan kelajakda hali katta savdo shunaqa o'zi aytayotgan zelkalar, shu kelishuvlar qilamiz va bu kelishuvlardan Amerika Qo'shma Shtatlari juda katta moddiy foyda ko'radi. Endi mana shu gaplarga ham bir shu xalqaro iqtisodni ozgina o'rgangan inson sifatida
o'zim fikrimni aytmoqchiman. Mana shu oxirgi 15 yil ichida Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Rossiya o'rtasidagi savdo-iqtisodiy aloqalar eng o'zining patologiyaga erishgan paytlari ham 60 milliard dollardan oshmagan. Mana 21-yil u 44 milliard dollarni tashkil qilgan, urush boshlanishidan sal oldinda. Endi bu yerda aytilayotgan gaplar go'yoki bu 300 milliard, 400 milliardlik bir savdo aylanmasi qilamiz Rossiya bilan deyish, bu mana shu Donald Trampning mana shu sohani, predmetni, xalqaro iqtisodni yaxshi tushunmasligi yoki bu PR maqsadida aytilyapti. Sababi bugungi kunda Rossiyaning Amerikaga sotadigan tovar nomenklaturasi yo'q, sayt olim. Rossiyaning asosiy sotadigan likvid tovarlari bu energetika mahsulotlari, neft, gaz va qisman uran. Ko'mir ham sotar edi, endi ko'mirni ulushi bir 7-8 milliard dollar atrofida bo'lgan urushdan oldin. Bu energetik mahsulotlarni Amerika Qo'shma Shtatlari Rossiyadan olmaydi, chunki Amerika Qo'shma Shtatlarining o'zi oxirgi bir 6-7 yildan beri aynan neft ishlab chiqarish bo'yicha u birinchi raqamli neft ishlab chiqaruvchi. Mana o'tgan yili ular 14 million barrel kunlik qazib chiqarish bo'yicha dunyoda birinchi o'rinni oldi. 14 million barrel. Saudiyaning ulushi 10 million barrel, Rossiya 9 million barrel atrofida. Bu Saudiyadan ham o'zining eng yaqin konkurentlari va Rossiyadan ham 5-6 million barrel, demak neftni o'zini Amerika ko'proq ishlab chiqaradi. Endi boshqa tovarlar bo'yicha qaraydigan bo'lsak, masalan, Amerika Qo'shma Shtatlarining Rossiyaga sotadigan qanaqa tovarlari bor deb qaraydigan bo'lsak, u yerda ham hech narsa yo'q. O'zi Amerika Qo'shma Shtatlarida iste'mol tovarlarining 40% Xitoyniki. Endi u Xitoydan olingan tovarlarni Rossiyaga reeksport qiladi deb tasavvur qilish ancha juda shubhali, chunki Rossiyaning o'zi Xitoy bilan chegaradosh, kerakli tovarlarni usiz ham Xitoydan olaveradi. U yoqdan aylanib, dunyoni aylanib kelgan tovarning narxi, uning tan narxi necha pulga aylanib ketadi? Bu ham bir katta masala. Shuning uchun mana shu aytilayotgan istiqbol go'yoki u ko'p milliardli, 100 milliardli dollarli manfaatli biz savdo qilamiz deyish, yo bu predmetni tushunmaslik, yoki bu Amerikaning ichki elektoratiga qaratilgan shu PR gaplar hammasi. O'zi umuman mana shu Rossiya Ukraina urushini istiqboliga qanaqa qaraysiz hozirgi mana real holat bo'yicha? Chunki yaqingacha ham bu juda ham kun tartibida turgan mavzu edi. Ya'ni muzokaralarga, tinchlik muzokaralariga, murosai madoriga kelish bo'yicha o'rtada vositachilik qilayotgan Amerika Qo'shma Shtatlari ham faol edi. Mana shu telefon suhbatidan so'ng mana shu faollik ham biroz yo'qolgandek bo'ldi. Yevropa ittifoqi ham avvalgidek bir faol emasdek nazarimda. Chunki bunga ham sabab bor, o'z-o'zidan bunaqa bo'lmayapti. Har ikkala tomon, Rossiya ham, Ukraina ham tinchlik uchun o'zini shartlarini qo'ygan. Shartlar esa bir-biriga mutlaqo zid. Ya'ni Rossiya yaqinda ham aytdi, o'sha hozirda egallab turgan hududlarni tark etmoqchi emas, shu 4 ta hududni. Ukraina esa avvalgi chegaralarni baribir saqlab qolish niyatida ekanini bildiryapti. Yo'q, bilasizmi, Sayt olim, bu yerda eng katta muzokaralardagi kelishmovchilik va eng katta shu muzokaralarga xalaqit berayotgan pozitsiya bu Rossiyaning mana shu hali o'zi bosib olmagan, lekin konstitutsiyaga 2022-yil oktyabr oyida kiritib olgan hududlar bor. Bu Xerson viloyatining 30% hali Rossiya u hududlarni bosib olmagan. Hatto viloyat markazi Xersonni ham 22-yilda Rossiya topshirgan edi. U Dneprning narigi tomonida turibdi. Dnepr daryosining narigi tomonida qirg'oqda joylashgan. Xuddi shunday Zaporojye viloyatining 30% uni ham shu hali bosib olmagan, lekin ular de yure o'zlariga kiritib olgan. Bu bizniki deb kiritib olgan 22-yili. Va 22-yili Rossiya aynan kuz oyida oldidagi maqsadni o'zgartirib, dastlab ular Kiyevga hujum qildi-ku, Kiyev atrofida tormor bo'lgandan keyin asosiy maqsad qilib biz Lugansk, Donbass va mana shu Qrimga quruq orqali boriladigan yo'llarni saqlab qolish uchun kurashamiz va shu viloyatlarni to'liq bosib olamiz deb yangi maqsad qo'ydi. 3,5 yildan beri bu maqsadga erisha olmadi. Endi mana bir oy oldingi Rossiya prezidenti Putinning matbuotda bergan intervyusida aytayaptiki, biz yangi yilgacha mana shu konstitutsiyaga kiritib olingan, lekin hali bosib olinmagan
hududlarni bosib ola olamiz. Dajmyom dedi ruschasiga. Putinning gapi dajmyom deyapti. Ya'ni biz shu oxirigacha qisib bu hududlarni o'zimizniki ola olamiz degan bir shunaqangi ochiq tekstda fikr bildirdi va hozir Rossiyaning qilayotgan hamma harakatlari mana shu Putinning bir oy oldin aytgan gapini tasdig'i bo'lyapti. Endi savol tug'iladi-da. Xo'p, 3,5 yil oldin, 3 yil oldin sizni omborlaringizda 10 mingta tank turgan payti, 20 mingta zirhli mashina turgan payti, behisob raketalaringiz bor payti, artilleriya snaryadlaringiz million bo'lgan payti, omborlarda 70 million, 80 million artilleriya snaryadlari bor bo'lgan payti uddalay olmagan, bosib olmagan ishni 3,5 yil ichida qanday qilib siz endi yana 5 oy yoki 6 oy ichida uddalamoqchi bo'lyapsiz, qachonki sizning omborlaringiz hammasi bo'shab qolgan bo'lsa. Nimaning hisobiga, qaysi kuch va qaysi harbiy qudrat evaziga bu ishni amalga oshirmoqchisiz? Juda va juda shubhali bu. Mana shu sabablarga ko'ra Rossiya o'zi mana shu hududlarni, bosib olmagan hududlarni bizniki deb konstitutsiyaga kiritib olganligi uchun bugungi kunda shartnomaga, kelishuvga shu ish xalaqit beryapti. Ya'ni ular har doim shartnoma kelishuvga o'tirgandan mana biz konstitutsiyaga kiritganmiz. Aks holda bu yerda bu chunki shaxsan prezident Putinning o'zining tashabbusi bu yerda endi oliy bosh qo'mondan prezident Putin qilgan ishi subutsizlik bo'lib qoladi. O'zining aytgan va'dalarini ustidan chiqmagan bo'ladi. Rus tilida bir so'z bor, потерять лицо deydi. Yuzini yo'qotib qo'yishi mumkin. Urush shuning uchun ham davom etyapti. Asl maqsad shunda. Qolgan gaplar NATOga azob bo'lmasin, bo'lsin degan gaplar bular hammasi endi lirika. Siz iqtisodchi sifatida mana shu mavzuga yakun yasashdan avval fikringizni so'ramoqchi edim. Iqtisodchi sifatida yaqinda berilgan bir ko'zim tushib qoldi, maqola deylik. Shu maqola, endi bu bayonot tarzidagi o'z maqola edi. Rossiya ulkan davlat, katta davlat, juda ham ko'plab ulkan zaxiralarga ega va biz bu urushda dunyo charchasa charchaydi, biz hali charchamaymiz deya bir xulosa qilingan edi. Ya'ni o'sha endi shamaki neft zaxiralari, ulkan o'rmonlari, qanaqadir foydali qazilmalari. Ya'ni biz sinmaymiz degan gapga bir shama bor edi. Hozirgi real holati Rossiyani masalan, endi Ukraina o'z-o'zidan tushunarli, Yevropa ittifoqi masalan qo'llab-quvvatlayotgan davlatlar hozircha masalan bor va davom etyapti. Yevropa o'zi uchun ham Ukrainani qo'llab-quvvatlab turibdi. Rossiyani hozirgi holati qanaqa? Agar endi charchagan bo'lsa, baribir muzokaralarni, tinchlikni o'zi ham istash kerak-ku demoqchiman-da. Endi bilasizmi, Saidol, mana shu 90-91-yilda ham SSRdagi o'sha zaxiralar, potensial zaxiralar xuddi hozirgi behisob bo'lgan. Lekin shunga qaramasdan SSRning taqdiri nima bilan tugaganini hammamiz bilamiz. Endi iqtisodda bir iboralar bor, likvidlik va nolikvidlik deganda. Likvidlik degani u o'sha xom ashyo yoki boshqa aktivlarning ertaga ja bo'lmasa bir yil ichida u haqiqiyligi mablag' bo'la oladimi, yo'qmi? Mana shu ko'rsatkichi muhimda. Potensialda u mana shu haligi O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov ham 90-yillar oxirida bir katta biznes vakillarini yig'ib aytgandiki, O'zbekistonda 7 trillion dollarlik bizni zaxiralarimiz bor degan. Va rostdan ham shu zaxiralarimiz bor, 7 trillion u. Lekin u likvidmi? Yo'q, u likvid emas. Mana hatto neftni oladigan bo'lsak, Rossiya neft zaxiralari bo'yicha dunyoda 9-o'rinda turadi. Zaxiralarning potensiali bo'yicha. Lekin bu yerda eng muhimi, Rossiya qazib chiqarayotgan neftning tan narxi necha pul? Bu yerda tan narx tushunchasi bor-da. Rossiya qazib chiqarayotgan neftning tan narxi u demak 45-50 dollar barreliga. Saudiya Arabistonda esa u 7 dollar. Agarda mana shu neftning jahon birjalarida, neft birjalarida narxi boringki bir 40 dollarga tushib ketadigan bo'lsa, u Rossiyaning o'sha neft zapaslarining hammasi nolikvid xom ashyoga aylanadi. Hech qachon hech qaysi bir xususiy investor, biror bir davlat tashkiloti hech kim bu neftni qazib olmaydi, chunki u qazib olsa ham zarar bo'lib qoladi. Xuddi shunday mana qolgan aktivlar ham, mana bizda palon bor, piston bor, mana madanlarimiz bor, qimmatbaho metallarimiz bor deb qancha gapirishimiz mumkin, lekin
u madanlar masalan Rossiyada bir tonnasining narxi 100 ming dollar bo'lishi mumkin. Lekin boring mana Venezuelada yoki Marokkoda yoki Avstraliyada u 10 ming dollar bo'lishi mumkin. Bular endi qancha pul sarflab uni tan narxi 100 ming bo'lib sotaman desa, ular 10 mingga sotsa, uni ishlab chiqaradimi? Yo'q, u ishlab chiqarilmaydi. Mana Sechin degan shu prezident Putinning savdoshi bor. Ilgari ular birga sobiq KGBda xizmat qilgan. Bugun Rosneft kompaniyasining xo'jayini hisoblanadi. O'sha odam 3 oymi 4 oy oldin Putinning oldiga doklad bilan kirdida, prezident Putinning oldiga maqtandi. Biz dedi, dunyoda birinchi nomerli xomashyolar bo'yicha boymiz, hammadan boymiz. Bizning Rossiya hududidagi yer qarida diqqat, 75 trillion dollarlik bizning foydali qazilmalarimiz bor dedi. Bo'lishi mumkin. Balki sal kamroqdir, balki sal ko'proq ham bo'lishi mumkin. Lekin u likvidmi? Savol. Uni mana investorlar yoki o'zining shu biznes vakillari qazib chiqarishdan manfaatdormi? Manfaatdor qachon manfaatdor bo'ladi? Qachonki tan narx past bo'lsa va bozordagi narx bilan o'rtadagi lag katta bo'lsa. Agar u tan narxi past bo'ladigan bo'lsa, bozordagi narxdan tan narx oshib ketadigan bo'lsa, u shu foydali qazilma xuddi shunday foydali qazilma bo'lib turaveradi. Hech kim hech qachon uni o'zlashtirmaydi. Ayniqsa mana shu energetik zapaslar bo'yicha dunyoda juda katta revolyusion o'zgarishlar ketyapti, Said olim. Va bu revolyusion o'zgarishlar qaysi davlatning ekonomikasi shu neft qazib olishga, gaz qazib olishga asosan ixtisoslashib qolgan bo'lsa, ularning yaqin 5, 7, 10 yillik perspektivada oldiga qo'ygan orzu havaslari amalga oshmay qolishi mumkin. Yashil energetika, elektromobil sanoatlarining paydo bo'layotganligi va mana shu elektromobil sanoatiga yaqinda mana Yaponiya Toyota kompaniyasi prezentatsiya o'tkazdi, vodorod dvigatelini prezentatsiya qildi. U suv degani, vodorod degani. Mana bular ham ertaga sanoat usulida demak ishlab chiqarilsa, bunaqa zavodlar ko'payadigan bo'lsa, neftga bo'lgan ehtiyoj kritik tushib ketadi. Neft xomashyo bo'lib turishi mumkin. U mana bu polimerlar ximiyasida qo'llaniladi, lekin asosiy iste'mol, neftning asosiy iste'moli 40% benzinga to'g'ri keladi. Dizel yoqilg'isi va benzinga. 10% bu samolyotlar va mana yirik tankerlardagi yoqilg'ilar hisoblanadi. Ularga balkim kerakdir 10%, polimer ximiyasiga ham bir 15% kerakdir, lekin qolgan 75% neftga insoniyatning talabi bo'lmay qoladi. Ehtiyoj sezmaydi. Ehtiyoj bo'lmay qoladi. Mana dunyoda ko'mir qolib ketdi. 19-asrning o'rtasida birinchi sanoat revolyutsiyasi davrida eng asosiy xom ashyo bu ko'mir edi. Parovozlar hammasi ko'mirga yuradi, haligi zavodlardagi bug' dvigatellari ko'mirga, mexanizmlar ko'mirga ishlaydi. O'sha payti qayerda ko'mir bo'lsa, o'sha mana buyuk davlat, mana hamma resurslar shularda, mana ko'mir qayerda bor bo'lsa. Hozir ko'mirning roli qanday bugungi kunda? Ko'mirning roli yoqilg'ilar iyerarxiyasida nechinchi o'rinda? Mana shundan kelib chiqadigan bo'lsak, ertaga bu juda yaqin kelajak. Bu 50 yildan keyin bo'ladigan emas. Chunki juda ko'p davlatlar neft iste'moli bo'yicha o'zi 3 ta katta guruhga bor. Eng ko'p neft, dunyo neftining 60% shular iste'mol qiladi. Bu Xitoy birinchi navbatda, Amerika Qo'shma Shtatlari va Yevroittifoq, Bular hammasi 2035-2040-yilda hammasi ichki yonuv dvigatelidan voz kechmoqchi bo'lyapti. 9 yil vaqt qoldi bunga. Ayrim Yevropa davlatlarida, ayniqsa Skandinaviya davlatlarida 2030-yilda bu 4 ta davlatda ichki yonuv dvigatelidan foydalanish taqiqlanyapti. Ya'ni insoniyat mana shu neft asosidagi iqtisodiyotdan yangi texnologik yashil iqtisodiyotga o'tish arafasida revolyutsiya yuz beryapti ko'z o'ngimizda. Endi buni ko'rmaslik, bu iqtisodni tushunmaslik bu. O'zi umuman oddiy qilib aytadigan bo'lsak, agar sarmoyador boyagi gaplaringizga xulosa qiladigan bo'lsak, foyda olmasa, u sarmoyasini kiritmay qo'ya qoladi. Qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar. Albatta. To'g'ri. Masalan, bir kalish ishlab chiqaradigan bo'lsak, kalishning tan narxi 100 ming bo'ladigan bo'lsa, lekin biz uni bozorda 70 ga sotadigan bo'lsak, biz ishlab chiqarmaymiz. Shunaqa, o'zimiz zararimizga qilmaymiz. Albatta. Shu nuqtai nazardan. Xo'p, keyingi mavzuga o'tamiz. Rahmat Shuhrat aka. Bu borada juda ham to'liq tushuntirib berdingiz. Keyingi mavzuyimiz Yaqin Sharqqa biroz nazar solsak. Afsuski,
yana bir qatliam deymiz, insonlarni minglab insonlarni o'limiga sabab bo'layotgan Isroil Falastin o'sha G'azodagi harakatlar, Isroilning G'azodagi harakatlari natijasida kun sayin oshyapti, kamaymayapti afsuski, va turli xil yangiliklar bilan, ko'ngilni xijil qiladigan yangiliklar bilan boyiyapti. Ya'ni shu gumanitar yordamlarni kamaytirish, taqiqlash, kiritmaslik, aholini kerak paytida masalan shu chegaralarni yopib qo'yish, chiqib ketmasligi, bombardimon qilayotgan hududlarda tinch aholi, bolalar, ayollar qolib ketayotgani. Endi kunda shunaqa yangiliklar o'qiyapmiz va shu haftada bularni qatoriga yana bitta yangilik qo'shildi. G'azoda bo'layotgan o'sha voqealarni kuzatish va real baho berish maqsadida deb aytilyapti. Borgan 30 dan oshiq xorijiy davlat elchilari ketayotgan diplomatik koloniyaga Isroil harbiylari o't ochdi. Endi ogohlantiruvchi deb aytildi-yu, lekin umuman olganda diplomatik koloniya bu va mana shu ham bir jiddiy rezonansni keltirib chiqardi. O'zi shundoq ham kuzatayotgan bo'lsak, Yevropa Ittifoqining yetakchi davlatlari Falastinni tan olishi mumkinligi haqida bayonot berishgandi. Masalan, Makron jiddiy bu borada mana Saudiya Arabistoni bilan Amerika Qo'shma Shtatlarida Birlashgan Millatlar Tashkilotini aynan shu mavzudagi yig'ilishini o'tkazmoqchi. Unga Britaniya ham qo'shilish, xayrixoh bo'lishi kutilyapti masalan. Kanada ham bor mana. Uchalasi birgalikda shunaqangi e'lon beriladi. Mana shu bo'layotgan voqealarga qanaqa baho berasiz? Mana Isroil yolg'izlanib qolyaptimi? Chunki AQSh ham go'yoki biz agar bunaqa davom etaveradigan bo'lsa, Isroilga berayotgan ko'maklarimizni to'xtatamiz degan bayonot ham bo'ldi. Washington Postda agar ko'rgan bo'lsangiz, shunaqa bir maqola ham e'lon qilindi. Bu Isroilni yakkilanib qolayotganidan va qaysidir ma'noda endi bu umid qilsak bo'ladimi, shu urush ham tugab qolish arafasidamikan yoki Isroil shu oxirigacha boradimi o'z maqsadiga yetmaguncha? Bu yerda nafaqat mana shu Yevroittifoqning lider davlatlari, Fransiya, Britaniya va Kanada Yevroittifoq davlati emas, lekin solidar tartibda mana shu 3 ta davlatning vakillari Falastinni tan olishimiz mumkin degan shu haligi matbuotda xabarlar tarqatdi. Amerika Qo'shma Shtatlarining ham mana shu oxirgi bir 2-3 oydan beri qilayotgan ishlarini kuzatadigan bo'lsak, Isroilga nisbatan simpatiyalar ancha o'zgargan, so'nib boryapti. Nima uchun shunday bo'lyapti? Mana shu 23-yili 7-oktyabrdan boshlab bizning tomoshabinlarga konflikt tarixini ham ozgina gapirib berishimiz kerak. 7-oktyabrda shu Hamas harakati Isroilga haqiqatan ham hujum uyushtirdi va bu hujumning natijasi o'laroq bir necha yuzta Isroil va boshqa davlatlarning fuqarolari asirga olindi va 1000 ga yaqin, 1000 dan ortiqroq Isroil fuqarolari o'ldi deb aytilyapti. Shu vaqtdan beri Isroil harbiylari Hamas bilan kurashish bahonasida jami 52 mingta odamni o'ldirdi. 52 mingta. Shundan Isroilliklarning o'zlarining shu rasmiylarning berayotgan statistik nimalarga ko'ra ular 17 mingta Hamas jangarilar o'ldirildi deyapti. Lekin Hamasning o'zi 7 mingtasini tan olyapti. Qolganlarning hammasi bu tinch aholi. Va eng achinarlisi 18 mingta bolalar o'lgan. Bu snaryadlar, bombalar, o'qlar ta'sirida yuz berdi va bu noproporsional kuch ishlatish oqibati sifatida yuz beryapti. Isroil mutlaq noproporsional, antiguman, g'ayriinsoniy, g'ayrisivilizatsion harbiy bosim o'tkazyapti. Mana Yevropaning nima uchun Falastinni tan olishga qaror qilayotganligining asosiy sababi shu yerda. Va mana shuni aynan shu sabablarga ko'ra Amerika ham bugungi kunda Isroil bilan munosabatlarini albatta ittifoqchilikni yig'ishtirib qo'ymagan bo'lsa ham har qalay distansiya saqlashga o'tayotganligi. Endi bu nafaqat tashqi aktorlar. Isroilning o'zi ham janjal chiqdi. Yair Gallant degan sobiq general, u Isroil armiyasining shtab boshlig'i bo'lib ishlagan, o'rinbosar bo'lib ishlagan shtab boshlig'ining haqiqiy harbiy, demak mana shu bugungi kunda Demokratlar partiyasining lideri, parlament Knessetdagi fraksiyaning lideri hisoblanadi. Hatto shu odam ham
mana shu matbuot orqali chiqish qilib isroilliklarni ko'ngil ochar o'ldirishni to'xtataylik deb aytdi. Ko'ngilxushlik uchun. Ko'ngilxushlik uchun falastinliklarni ko'ngilxushlik uchun o'ldirishni to'xtataylik, dunyoga sharmanda bo'ldik deb aytdi. To'g'ri, bu Isroilni bo'linishiga olib keldi. Bir 70% aholi agressivroqli urush tarafdorlari unga qarshi chiqyapti, lekin 30% uni qo'llab-quvvatlab turibdi. Va shu jumladan uning parlament bo'yicha ittifoqchilari ham mana shu Ben Galantni demak qo'llab-quvvatlayapti. Ha, to'g'ri aytyapsan deb aytyapti. Isroilning o'zida mana katta bo'linish yuz beryapti bu ma'noda. Chunki bu mana shu men aytgan g'ayri sivilizatsion, g'ayri insoniy aktni ko'rmaslikning iloji yo'q. Men o'zi o'tgan yili prognoz qiluvdimki, shu bir kun Makron isyon ko'taradi Isroilga qarshi deb boshqa platformada shu gapni aytganman, videolar turibdi. Men aytganim bo'ldi, mana shu oxiri shu isyon bo'ldi. Yevropaning isyoni yuz beryapti. Ertaga Yevropa nafaqat tan olishi mumkin, Isroilga qat'iy Yevro ittifoqining sanksiyalarini ham kiritishi mumkin. Va bu yerda endi AQSh Makronga yoki Starmerga yoki Mersga men sizlarga buyuraman bu ishni qilmanglar deb ayta olmaydi. Chunki de facto o'sha har doim biz aytib keladigan kollektiv g'arb yo'q bugun. Va mana shunday natijaga Amerikaning o'zi aybdor. O'zi shaxsan Trampning o'zi mana shu kollektiv g'arb tushunchasini bugun yo'q qildi. O'zi umuman Birlashgan Millatlar Tashkilotida rasman ro'yxatdan o'tgan 193 ta davlat bo'lsa, o'shalardan 147 tasi hozirgi kunga qadar shu Falastin davlati tashkil topish kerak degan g'oyani qo'llab-quvvatlab kelayotgan. Shu jumladan O'zbekiston hukumati. Bizning pozitsiyamiz, davlatimizning pozitsiyasi mustaqil Falastin davlati tuzilishi bo'lishi kerak degan. Bu o'sha baland eng yuqori minbarlarda ham prezidentimiz tomonidan aytildi. Endi men aytmoqchi bo'lganim mana shu Makron va Saudiya Arabistoni, siz aytganingizdek mana Kanada ham bor, bu yerda Britaniya ham xayrixoh bo'lish kutilyapti. Asosiy shu Saudiya va Fransiya tashabbusi bilan o'tkazilishi mumkin bo'lgan shu Nyu-Yorkdagi yig'ilishda Birlashgan Millatlar Tashkilotining yig'ilishidan so'ng 147 bo'lgan raqam katta farq bilan o'zgarishi mumkinmi? Ekspertlar o'zgaradi deyotgan ekan. Mumkin. Mumkin-a? O'zgarishi mumkin. Chunki mana shu prezident Trampning bugun shu biz aytgan Isroil bilan masofa saqlashiga yana boshqa qo'shimcha argumentlar ham bor. Bu nafaqat Yevroittifoqning pozitsiyasi, Makronning yoki Keir Starmerning pozitsiyasi. Bu mana shu mintaqadagi juda boy arab monarxiyalarining ham pozitsiyasi. Arab monarxiyalari bugungi kunda konflikt boshlangandan beri mustaqil Falastin uchun nafaqat konflikt boshlangandan beri oldindan ham shu mustaqil Falastin davlati bo'lishi tarafdori bo'lib kelgan va mana shu fikrlarning Trump nimasida kuchli salmoqqa nazarida kuchli salmoqqa ega bo'layotganligining yana boshqa sabablari ham bor. Janob Trump mana Yaqin Sharqqa bo'lgan safarida ko'p emas, oz emas, insoniyat tarixida hech qachon yuz bermagan 3 trillion dollarlik investitsiya va'dasi bilan ketdi. Juda kuchli argument bu. Juda ham katta bir natijaga erishdim deb hali o'z saylovchilariga oldiga juda katta bir hujjat tashiydi deya baholangan. Hatto shuning yarmi amalga oshsa ham misl ko'rilmagan mablag'. Asosiy mavzular shu edi, lekin endi qisqa 5 daqiqadan bo'lsa ham ikkita mavzuyimiz bor, shularga fikrlaringizni so'ramoqchiman. Bu birinchi mavzuyimiz, xabaringiz bor, AQSh va Eron o'rtasida Eronning yadro dasturi bo'yicha muzokaralar bo'layotgandi. Bundan bir necha kun avval, hattoki o'tgan haftaning boshida ham bu muzokaralar juda ham muvaffaqiyatli kechyapti deb har ikkala tomon ham maqtab turgandi. Lekin to'satdan Eron keyingi bosqichga bormasligini bildirib qoldi. Ishtirok etmaydi va hattoki bu muzokaralardan chiqishi ham mumkinligini bayon qilyapti. Eron nimaga chiqmoqchi bu muzokaralardan? Qaysi holatlar unga ma'qul bo'lmayapti yoki bo'lmasam shu sanksiyalarni olinmayotganimi yoki olish tarafdori bo'lmayaptimi AQSh? Endi sababi nima bu? Shunday bayonot aytildi. Endi bu mana Omonda bo'layotgan muzokaralar edi. Shunday fikr aytildi, lekin mening qat'iy fikrim Eron muzokaralar maydoniga qaytadi. Sababi mana shu Isroilning Eronga nisbatan harbiy agressiya uyushtirish potensiali oshib ketyapti. Mana shu Eronning muzokaralar maydoniga qaytishga
juda kuchli argument berishi mumkin. Sababi agar mana shu narsa yuz beradigan bo'lsa, Yaqin Sharq portlab ketadi. Bu Yaqin Sharq uchun ham, Eron uchun ham va Amerika uchun ham hech ham kerak emas. Amerikaning asosiy bugungi kundagi ishi Yaqin Sharqda qat'iy tinchlik o'rnatish. Yaqin Sharqda qat'iy tinchlik o'rnatilsagina Trump bergan va'da neft narxi tushadi. Yaqin Sharqda portlab ketsa, yonib ketadigan bo'lsa, neftning narxi 120, 130 yoki 150 ga ham chiqib ketishi mumkin va bu Trumpning elektorati uchun, umuman Amerika xalqi uchun, hech nafaqat Amerika, hamma uchun, hatto O'zbekiston uchun ham buning keragi yo'q. Mana O'zbekiston bu haligi xomashyo bo'yicha, energetika, neft bo'yicha biz Qozog'istonlar bilan solishtiradigan bo'lsak, bizda potensialimiz yo'q. Bizda xomashyo, neft xomashyosi ularga qaraganda 100 barobar kam. Biz juda katta valyutani aynan mana shu neft va neft mahsulotlarini sotib olish uchun chiqarib yuboramiz. Bizga qancha arzon bo'lsa, shuncha yaxshi. Bu Amerika uchun ham, Xitoy uchun ham, hamma uchun yaxshi. Hindiston uchun ham yaxshi. Shuning uchun Amerika butun diqqat e'tiborini mana shu oldingi Ibrohim kelishuvlari 7-oktyabrdan oldingi status quoga qaytarib, mana shu hammani o'sha dastlabki tezislar, Ibrohim kelishuvining dastlabki tezislari atrofida yig'ib olmoqchi bo'lyapti. Isroil agarda bu aktni amalga oshiradigan bo'lsa, Amerika tanlov oldida qoladi. Yo u sen mana bizga qarshi bording deb Isroildan yuz o'girish kerak, yoki Isroilni qo'llab-quvvatlash kerak. Menimcha bu juda va juda jiddiy tanlov va Amerikaning rosa boshi og'ir, bosh qotadigan tanlov. Shuning uchun Amerika bu tanlov bilan hech ham yuzma-yuz kelishni xohlamayapti. Amerika ham qisman o'zining haligi qo'yayotgan, Eron oldida qo'yayotgan savollarni qisman menimcha o'zgartiradi, Eron ham biroz chekinadi va oxir oqibat bu omonga qaytish yuz beradi. Chunki bu yerdagi urush chiqib ketish faktori har ikkala tomonni kelishuvlarni yakunlashga undayapti. O'zi Amerika Qo'shma Shtatlari bundan 9 yil oldin aynan shu Trump prezident bo'lgan payti yo'q joydan shu g'alabani boshiga orttirgan. Mana Yevroittifoq chiqib ketmagan kelishuvdan Trumpning o'zi chiqib ketgan edi. Gap hozir nima haqida? Mana tomoshabinlarga tushunarli bo'lishi uchun Eronda 6000 dona uranni qurol uraniga aylantirish bo'yicha оружейный uran deydi, o'sha boyitilgan texnologiyalar bor deb shubhalanyapti. Lekin MAGATE 3 martami 4 marta inspeksiya o'tkazib, yo'q, topolmayapti. Yo'q, bu 6000 ta sentrifuga qurol yasash uchun yetarli emas deyapti. MAGATE bu Eronning tashkiloti emas, mustaqil tashkilot. Ularning noobyektivligiga biz shubha bildirishga haqqimiz yo'q. Shunga qaramasdan Trump o'sha payti shu muammoni Amerika uchun hosil qilgan edi. Endi shuni yechmoqchi bo'lyapti va katta ehtimol bilan kelishuv yuz beradi. Chunki kelishuv yuz bersa, Erondan sanksiyalarning bir qismi yechilishi mumkin va Eron yana bozorga qo'shimcha kunlik 3 million barrel neft tashlay oladi. Bu esa Amerikaning manfaatiga xizmat qiladi. Bu mavzuga yakun yasashda yana bir narsa aytmoqchi edim. Bu ham shu sizning yuqoridagi fikrlaringizga tasdiq bo'lsa kerak. O'qigansiz, tabiiyki Amerika Qo'shma Shtatlari vitse-prezidenti J.D. Vance ham Isroildan biroz hafsalasi pir bo'lganini aytib o'tdi-ku, shu safari borida bekor qildi, shu safarni umuman o'zi AQSh hukumatini, hozirgi hukumatini bahor ob-havosiga o'xshatsak ham bo'ladi. Bir kun charaqlab turadi, bir kun bulutli bo'lib qoladi. Netanyahuga kursilarni qilib bergani Trump ma'muriyati. Hozirgi demoqchiman-da. Kursini qo'yib beradigan ham o'sha Trump ma'muriyati va hafsalasi pir bo'lib qolayotganini bildirayotgan ham Trump ma'muriyati. Yana bitta davlat bor Yaqin Sharqda, shu ham bir 2-3 daqiqa sizning tahlilingiz. Suriya degan davlat. Meni nazarimda bu mamlakatni aholisini bag'riga biroz shamol tekkandek ediki, go'yo mana Ahmad Ashara muvaqqat hukumatga rahbar bo'ldi, bir faollik ko'rsatyapti. Hattoki mana shu Yaqin Sharqqa Donald Trampni tashrifi davomida ko'rgan bo'lsangiz kerak, bu endi rasmiy uchrashuv bo'lmasa ham, lekin bir so'rashi, bir qisqacha bir suhbat bo'lib o'tdi va AQSh Suriyadan sanksiyalarni olib tashlashi mumkinligi haqidagi xabarlar paydo bo'lgandi. Kecha Yevropa ittifoqida ham Suriyadan sanksiyalarni bekor qilish mumkin degan xabar chiqdi. Bu Suriyani rivojlanib ketishiga turtki bo'lishi mumkinmi? Endi yangi o'sha avvalgi tarixiy, bir madaniy, tinch Suriya bir yangi ko'rinishda hosil bo'ladimi? Bu birinchi savolim.
ikkinchisi Amerika Qo'shma Shtatlarining jiddiy bir nashri bor, Washington Post degan, o'sha AQSh hukumatidagi manbalarga asoslanib bir xabarni berdi. Yaqin kunlarda Suriyani muvaqqat hozirgi hukumati qulaydi va mana shunaqa prognoz bor. J.D. Vance ham Suriyada fuqaro urushi chiqib ketish potensiali katta deb aytdi. O'sha qabilalarni nazarda tutib aytyaptimi? Endi chunki mana avvalgi dasturlarimizda ham biz muhokama qildik. Mana druzlar bor, boshqalar, masalan, hozirgi hukumat bilan birlashishni xohlamayotgan kurdlar bo'lishi mumkin. Siz qanaqa baho berasiz Suriyadagi hozirgi mavjud vaziyatga? Endi tashqi aktorlar haqiqatan sanksiyalarni olib tashlash tarafdori bo'lyapti. Yevroittifoq ham shunaqangi fikrlari bor, sanksiyalarni olib tashlash bo'yicha. Umuman Yevroittifoq Ahmad Ashshari hokimiyatga kelgan payti agarda Tartusdagi Rossiya bazalarini Ahmad Ashshari hukumati chiqarib yuboradigan bo'lsa, biz sanksiyalarni yechamiz deb va'da bergan edi. Bu ma'noda mana o'sha Tartusdagi harbiy baza va Tartus porti Birlashgan Arab Amirligiga berildi. U yerda albatta Rossiyaning ishtiroki endi u yerda mantiqsiz bo'lib qolyapti. Ular chiqib ketadigan bo'lyapti. Endi bu yerda mana shu tashqi aktorlarning ijobiy qilayotgan ishlari bilan birga biz shu aytgan, ta'kidlagan va aynan J.D. Vance ham aytgan mamlakat ichidagi muammolar ham bor va bu mamlakat ichidagi muammolarning yechimi ancha murakkab. Suriya bu sivilizatsiyalar aralashgan, millatlar aralashgan joy, u yerda konfessional problemalar bor, ya'ni diniy motivdagi problemalar. U yerda xristianlar ham yashaydi, Shia mazhabidagi musulmonlar. Mazhablarning o'rtasini o'zida bor deydi. Sunniy mazhablar va umuman haligi mazhabi yo'q druzlar ham bor. Ularni na Shiyaga yotadi, na sunniylarga yotadi va umuman dinsizlar ham bor. Na musulmon, na xristian, mana shunaqangi bir sivilizatsiyalar, millatlar muammosi bo'lgan joy va har doim o'zi shunday bo'lib kelgan. Mana shu Ahmad Ashshari hokimiyatga kelish tarixini bir eslaylik. Ahmad Ashshari demak mana shu aynan Alaviylarga qarshi, Bashar Asadga qarshi u sulolaviy 74-yildan beri Suriyani boshqarib kelayotganda kamchilik boshqarayotgan edi ko'pchilikni, ya'ni Alaviylar Suriyada 10%, lekin 90% asosan diniy nimasi sunniy mazhabida bo'lgan. Bizda endi tomoshabinlar mana shu mazhab tushunchalariga uncha ko'p e'tibor bermaydi. Yaqin Sharqda bu juda va juda muhim va juda aktual. Mazhab surishtirish, Shiyamisan, sunniymisan deb mana shu pozitsiyadan odamlarni baholash juda muhim. Aynan mana shu muammolar borligi uchun kamchilik ko'pchilikni boshqarganligi uchun mana o'sha ko'pchilik oxiri isyon ko'tarib, lekin qanday bayroq ostida, bayroqni ham aytishimiz kerak. Bayroq qora bayroq ostida edi, aslida o'zi. Qora bayroq keyin sal rangi o'zgartirildi. Qora bayroq bu igil bayrog'i bilamiz, u yerga yig'ilganlarning hammasi butun dunyodagi haligi qo'shtirnoq ichidagi omad jentelmenlari, bu haligi shariy davlat qurish, islom xalifaligi qurish, shu nimalar orqali yig'ilganlar bugun Ahmad Ashshari bular hammasini nazorat qila olmayapti. Va bu juda katta muammo. Ular hammasining qo'lida qurol bor. Bir 10 mingdan ortiq qurollangan harbiy texnikalari bor, o'q-dorisi bor, patroni bor. Biz aytgan hozirgi omad jentelmenlari bular markaziy hokimiyatga bo'ysunmayapti. Mana shunaqangi ichki muammo paydo bo'ldi. Faqat avtoxton xalqlar muammosi emas. Kelgindilar ham bor bu yerda. Ular o'zlari balkim o'sha yerda yashaydigan avtoxton xalqlar balkim kelishib olishga harakat qilishi mumkin. Kurdlar masalan, ularning orqasida turganlar agar tashqi aktorlar rozichilik bersa, bu rozichilik berilyapti. Kurdlarni Amerika mustaqil davlat bo'lishini qo'llab-quvvatlamasligi ayon bo'ldi. Bu faktor yo'q endi. Endi mana Shiya bu tormor bo'ldi Alaviylar timsolida. Lekin mana shu borib qolganlarchi, ularning muammosi qanday hal bo'ladi? Bu juda va juda katta savol ostida. Endi buni faqat va faqat mana shu vaqtli hukumat, shu prezident Ahmad Ashshari hal qilish kerak. U bularni yo o'zlarining traditsion dunyoqarashidan voz kechtirib, o'zini bir davlat arkoniga integratsiya qilish kerak yoki bularni haqiqatda chiqarib yuborish kerak.
mana shu muammolar agar yechilmasa, u yerda yana Jiddiy bosh fuqarolar og'riqlar urushining ikkinchi seriyasi boshlanishi mumkin. Bugungi kunda muammo Suriyaning ichida va mana shu g'olib koalitsiyaning bo'linishi atrofida bo'lyapti. Demak, jiddiy bir sinovlar baribir Bor. hali Suriyaning boshida bor. Bor. Tushunarli. Shuhrat aka, siz bilan o'zi aslida yana ikkita katta mavzuni muhokama qilmoqchi edim. Ya'ni asosiy sizning yo'nalishingiz iqtisod bo'lgani uchun Hindiston va Xitoy 2050-yilgi prognozlar bor edi. Mana shu mavzularni tilga olmoqchi edim, lekin ochig'ini aytaman, bu mavzularni keyingi uchrashuvimizga olib qo'ydim. Va nasib bo'lsa, aspektni keyingi sonida albatta mehmon bo'lasiz. Katta mavzular Xitoy va Hindiston 2050-yilda asosiy qahramonlari bo'lishi kutilyapti. Shuni bir siz bilan muhokama qilish niyatidaman. Bugun esa sizga mana shu original fikrlar va tashrif uchun minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat. Azizlar, e'tiboringiz markazida Aspekt Plus ko'rsatuvi bo'ldi va ko'rsatuvimizning aziz mehmoni, ekspertimiz, siyosatshunos, xalqaro iqtisodchi Shuhrat aka Rasulov bo'ldilar. Sizga yana bir bor rahmat. Sizga esa e'tiboringiz uchun rahmat deymiz. Aspektni kuzatishda davom eting. Salomat bo'ling.